Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar. Mana bu ko'rib turgan bodringlarni mana Miracle Navi. Xullas, bu issiqxonada nematoda o'ta qiynagan dehqonni, qolaversa shira tushib ketgan, trips tushib ketgan. Xullas, ko'ngildagidek yaxshi hosil ololmagan. Endi bu yerga avvalam gapirib o'tganmiz, buni gapirib o'tganmiz xolos, bir tajribasini yoki bir foydasini hech gapirmaganmiz. Shu Toshkentda bir ukaxonimiz bor, Ulug'bek degan ukaxonimiz. Mana shuni bir biologik dorilari bor. Shulardan quyib, xullas mana shu ko'chatlarga ana shu dorilardan quyib ishlatilgan. Ulug'bek gapi bo'yicha nematoda, shira hamda trips hasharotlarga qarshi immunitetini ko'tarib, mana shunday go'zal darajada qilib beradi bu dori. Xullas, Tbilisi hozir o'ta issiq, juda kech qolib ketdik. Soat mana 1 ga yaqinlashyapti. Suhbatimizni qolganini dehqon hamda mana shu dorilarni ishlab chiqaruvchi Ulug'bek Toyirov bilan davom ettiramiz. Xullas, videoni kuzatishda davom etinglar. To'liq ma'lumotlar bundan bu yog'ida. Hurmatli bobo dehqonlar, mana hozir aytib o'tganimdek Teplisadan chiqdik. Rosa isib ketgan. O'shaning uchun hozir dehqonlarni ishlab chiqaruvchi, sotuvchilar bilan shu yerda suhbatni o'tkazamiz. Bodringni holatlarini mana kadrga qo'yib ketyapmiz. Bemalol ko'rishlari mumkin. Assalomu alaykum dehqon aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Mana hozir biz mana shu Ulug'bek bilan 5-6 yildan beri tanishmiz. Shu dorilarini taklif qilgan, lekin men o'zim ishlatib ko'rmaganman. Menga yetib bormagan. Bizi Oltiariq tumanida To'lanboy degan sotuvchisi bor, hamkori bor. O'sha dehqonlarga tarqatadi. Bir gruppalarni ko'rib tekshirdim, hosillar tashlashyapti, juda chiroyli. Keyin nematoda haqida gapirishyapti. Haqiqatda nematoda ham ta'siri bor ekan deb. Qolaversa, juda ko'p dehqonlar bilan gaplashaman tabii. Foydasi haqida so'raganimda yaxshi deyishyapti. Endi mana dehqon aka hozir bodringlar ko'rdik, holatlari yaxshi. O'tgan yili nematodadan qiynalgan ekansiz, lekin o'smay qolgan yoki hosilni yaxshi bermagan degan gaplar bo'ldi. Bilgi holatida yaxshi. Endi hozir birinchi bo'lib mana bu yerda men eskidan tanigan tuproq malhami bor ekan, shundan ishlatyapsizmi hozirgi kunlarda? Tuproq malhamidan hozir ash ko'rgan badringlarga 4 marta berdik. 4 marta berdingiz. 4 marta berdim. Endi mana u qolgan dorilar to'g'risi menga notanish, mana endi ko'rib turibman. Buni o'sha videolarda, nimalarda qo'yishgan, ko'rganman. Bularnichi? Xo'p, hozir manosidan immunitetdan balkiga bundan 2 marta foydalanib ko'rdik. Qolgani turibdi, olib kelib qo'yganman. Onosidan ham eka quvvat 1-2 dan 2 martadan sepdik. 2 martadan sepdik. Sepdingizmi, tegiga berdingizmi? Yo'q, uni balkiga sepdim. Balkiga, ha. Unga ham bo'ladi. Faqat tuproq malham berdim. Natijalar yaxshimi deb Natijani hozir o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi haligi masalan men o'zim ham solaman, ko'p dehqonlar soladi. 3 ta 20, palon, kaliy, fosfor, azot. Bunaqalar solganingiz yo'q bu ko'chatlarga? Yilgi yilda, masalan, o'tgan yili asha nimadan tomiriga vidat qo'yib ko'rdim, o'qib ko'rdim, oltin gugul solib ko'rdim. Baribir vaqtinchalikka o'xshab turaverdi. Bu yil endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'zim tushib qoldi. Apkeli foydalanib ko'rdim. 4 marta, 5 marta qo'yib ko'rasiz, 4 martaga yetib keldik hozir. 4 marta qo'ydik hozir. Natija bor aka. Natija bor. Quyoshda so'limayapti-yu. Quyoshda so'limayapti. Hosillarning qanaqa? Hosilni ham ko'rdingiz videoda. Hosilni ham ko'rdinglar, endi ashi bor, sizlar ko'rgan. Endi Ulug'bek hosildan ham men birinchi kirib mevani sifatiga qaradim. Ranglari o'ta tiniq. Misol shular foydasi bo'lsa kerak deb o'yladim. Endi Ulug'bek baribir dehqon ishlatadi, siz aytgan normada quyadi yoki normada sochadi. Endi bu dorilar bilan siz o'zingiz bir voshda mana 3-4 xil turgan bo'lsa, bir voshdan tanishtirib chiqsangiz, buni dozalari va qay payt berilishi yoki ko'payib ketsa ziyoni, shular haqida bir dehqonlarga ma'lumot bersangiz. Dehqonchilikda juda ko'p dorilar ishlatiladi, misol uchun kasallik, parazit, oziqlantirish ketadi. Shu hamma muammoni jamlash uchun mana 3 xil yo'nalishda dori chiqazganmiz. Tuproq malhami, mikrobiologiya, ildizdan beriladi. Ildizda 10 xildan oshiq, undan ham ko'p vazifani bajaradi. Endi ko'pchilik nematoda bo'yicha yaxshi dori deb shuni tanishadi. U undan tashqari bakterial zamburug' kasalligi yerda bo'ladigan, sho'rlanish, ishqonlik o'zgarishi,
mikrobiologik jihatdan to'g'rilaydi. Misol uchun sho'r suv quyiladi, zarari bor, kamaytiradi. Eng muhim joylari bu yer unumdorligini yaxshi oshiradi. Yer unumdorligini yaxshi oshirganda yerdan biologik oziqlanadi, yer mikrobiologik tiklanganda уже 2 yil ishlatgan odamlar уже zahar sepmay qo'yishdi. Desant deyiladi, soxta shudri, unga ham qilmasdan olib chiqishga o'tishyapti. Eng birinchi muhim dorimiz bu. Keyingisi endi buni sarf me'yorini ham gapirib keting. Sarf me'yori. Hop, gektar hisobiga 200 litrdan 400 litrgacha beriladi. Oraliq masofa eng iloji boricha yoshligidan berish kerak. Orasini 5 kun oralatib, kamida 4-5 marta berish taklif qilamiz. Endi soddaroq tushuntiraylik, bu gektar bizda dehqonlarda kam, aksariyat 3 sotik, 4 sotik, 10 sotikgacha. Xo'p, 1 tonna suv hisobiga gapiring. 1 tonna suvga 20 litr qo'shib beriladi. 20 litr qo'shib berilaveradi. Endi qish mavsumida yerda nam ko'p bo'lib, nam ketish qiyin bo'lsa, buni 400 litr, 500 litr ham qo'shsa bo'ladi. Biologiyada peridozirovka degan narsa bo'lmaydi. Quruq o'zini qo'ysam zararsiz narsa. Doza oshda boshqa yo'q. Yeri namiga qarab, holatiga qarab, drenajga qarab o'zgaraveradi. Mavsumga qarab, standartga qarab. Endi bundan keyingisi ikkinchi muhim dorimiz, mana 10 litrli, 5 litr turibdi. Quvvat 1-2. Bu mikroudobreniyya, suyuq ko'rinishida, sababi misol uchun magazinda sotilayotgan asosiy NPKlar oddiy NPK 7 xil, 12 xil bo'lsa, bunda 80 xil jamlangan, keyin yana plus xillatli formasi. Organik kislotada xillatlashtirilgan, o'simlikka oson hazm bo'lish uchun, keyin yerga zararsiz, bu bilan qo'shimcha barobar ishlatilganda juda ham zo'r, kutilmagan, o'zimiz kutmagan zo'r natijalar beryapti. O'simlikka ko'pchilik dehqonlar faqat azot, fosfor, kaliy mikroelement o'rganib qoladi, lekin o'simlik 80 xildan oshiq element qabul qiladi, kerak bo'ladi. Ichidagi mikro elementlarning ham o'ziga yarasha foydasi bor. O'shanga yangi texnologiya bo'yicha shunga urg'u beryapmiz. Faqat bunda ba'zi dorilar kimiyada qo'shib bo'lmagani uchun 2 xilga ajratilgan. Hali suhbat davomida gaplashdik. Bor sepingiz ham ichida bor dedingiz, bor ham bor bularda ichida. Bor elementi ham. Azot, fosfor, kaliy mikroelementlar ketgan. O yo'q, boshqa masala ham. Keyin bunda azot kam bo'ladi. Iloji boricha kamaytirishga harakat qilamiz. Tuproq malhamiga kelsak, bu eka quvvat mikroudobreniyada azot kamroq berishga harakat qilamiz, chunki nitrati bor. Azot kam degani o'simlikka azot kerak emas. Azot kerak, tuproq malhamini to'ldiradi. Havoga biologik azot yetkazib beradi. Biologik azotni me'yorda oziqlangandan keyin ko'p muammolar yechiladi. O'zi dehqonchilikda nitratli azot ko'p muammoni kelib chiqadi. Virusli yana. Endi mana uchinchisi 3 yildan beri ishi harakat qilamiz. 2 yildan so'ng bu yil dehqonlar taklif qilganmiz. Zo'r natijalar berayotgan yangi dorimiz bioimmunitet. Bu yangi yerlarda, yer biologiyasi tiklanmagan yerda immunitet past joyida bu qo'shimcha ishlatiladi. Xo'p, buni 4 xil vazifasi bor. Birinchi o'rinda bu tarkibida organik kislota, amino kislota ko'p bo'lishga harakat qilamiz. Bunda ham mikroelementlar turi bor, ma'lum turi. Oziqa vazifasini bajaradi. Virusga juda zo'r natijalar beryapti. Hozir virusga qatga bergan bo'lsa, hammasi hozir yaxshi natija beradi. Keyin immunitetni zo'rlash hisobiga shira, tripsdan to'kyapti. Kilish, boshqa hasharotlarda sinov o'tkazamiz, hozircha u chiqmadi. Shirada qoldi. Keyin bu yana immunitet ko'tarilganda bakterial zamburug' kasalligiga qarshilik ham kuchayadi. Hozircha mana shu 3 ta. Buni me'yor, sarf me'yorini boya so'radingiz. Bu mana shu 5 litr kanserimiz 100 litr suvga mo'ljallangan. Tomiridan berishganmi? Bargiga. Bargiga bu. 100 litr suvga bittani mashq qo'shiladi, bargidan beriladi. Iloji boricha kechki sam quyosh botgandan bersa, maksimal effekt beradi. Qo'shimcha savol endi, baribir dehqonlar so'rab qolishi mumkin. Sho'r degan narsa bor yerga. Unga ham bularda qandaydir foydasi bormi? Sho'rni zararni kamaytirish uchun tuproq malham ko'p sinalgan. Sirdaryo, Jizzaxda sho'r yerlarda, keyin o'zimizning Tbilisilar ham mineral oziqalarni me'yordan oshiq berilganda sho'ri ko'payib balans buzilib ketgan joyda juda zo'r natija beradi. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'laveradi. Hurmatli bobo dehqonlar, o'sha hali aytib o'tgandek, Oltiariq tumanida To'lanbo'y, Ulug'bekda hamkorlari
hozirgi kunda juda ko'p klientlar yiqqan, natijalar yaxshi bo'lyapti. Bu Andijonda mana Azizbek ukamiz hozir hamkorlari ko'proq Azizbekda bo'lyapti. Bu o'g'itlar murojaat qilaverasizlar bemalol. Endi Azizbekdan ham bir narsalarni ochiqchasiga so'rab ketamiz. Azizbek, hozirgi kunda mana shu 10 litrlik idishdagi tuproq malhami-yu mana bu dorilar narx-navolarni shunday gapirib o'tsangiz, dehqonlar ham hisobini oladida, bor narxni eshitib turib, keyin sizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. 10 litrli tuproqmanamiz bizni 80 ming so'm beryapmiz. 80 ming so'mga beryapsiz. Ha. Bu 5 litrlik Ular 100 ming so'm. ikkovi 100 ming so'mdan. Yo'q, bunisi 100 ming so'm. Ha, bunisi 100 ming so'm. Narigini litri 50 ming so'm. Buni litri 50 ming so'mdan. Xo'p, bular bir xil narsa, bular. Bu ham to'rtta narsa, bular bir xil narsa. Bir xil narsa. Ha. Demak, mana unisi qimmatroq. Hozir Ulug'bek tushuntirib oling, nima sababdan bu qimmatroq yo kuchliroq? Ya buni o'zi ko'tarilishi ham massasi og'ir, ichiga juda ko'p mikroelementlar jamlangan. Endi azot, fosfor, kaliyni o'rganib qolgan. Buni tarkibida kilosi 1 million so'mga yaqin boradigan mikroelementlar qo'shiladi. Kam qo'shiladi-yu. Lekin bor. 80 xil padvor qilish uchun protsess qiyinroq buni. O'sha anaqa tan narxiga insof sari qimmatlashmaslik qilganmiz. Bu 50 ming so'm deb bularga nisbatan qimmat, lekin umumiy olinganda foydasi natija. Buni o'zini yo'nalishida hammasi o'zini yo'nalishida zo'r. Bu 50 ming so'm bo'lgan bilan bir xil arzon dorlar ham bor. Xohlagan qiziquvchilar Tbilisini yarimiga yo kontrol ko'pit qilib magazinda sotilayotgan 150 ming, 300 ming, даже 500 minglik dorilar bilan bemalol kontrol bellashaveradi. Sinab ko'rsin. Sinayman deb qiziqqan odamga berishimiz ham mumkin. Mana o'zingiz ham qiziqib qolsiz, xudo xolisa hamkorlik qilsak. Albatta, men ham hozir eng zo'rlarini solishtirib berasiz. Men ham hozir misol bitta natijani ko'rdim. Xudo xolasa To'lanboyga tayinlab berasiz, olib kelib turib yangi ekinga, faqat yangiga noldan boshlaymiz, dehqonlarga ko'rsatamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, mabodo Andijon territoriyasida mana Namangan yaqin kerak bo'ladigan bo'lsa Azizbekning nomerlarini qo'yib ketamiz. Pastiga bemalol telefon qilib so'rashlaring mumkin. Hozir biz ko'chat bilan shug'ullanamiz. Ko'chatga qanaqa xasta qilmasdan bersak bo'ladi? Bundanmi? Ko'chatga ham hammasini berish kerak. O'zi dehqonchilik hammasi birinchi boshlanishi ko'chatdan emas, urug'dan, ko'chatdan boshlanadi. Keyin yerga kelgandan keyin biz taklif qilamiz. Biz misol uchun biz ham oldin ko'chatchi bo'lganmiz. Ko'chat sohasi hammasini ishlatsa bo'ladi. Birinchi o'rinda ishlatish kerak buni. Ildiz sog'lom chiqadi. Biz ko'chatchilik sohasida fungitsidlardan umuman voz kechganmiz. Bunda fungitsidlik xususiyati ham bor. Fungitsid nimaga ishlatiladi? Ko'chatni to'rifi ildiziga o'tiradigan bakterial zamburug' kasalligi uchun ishlatadi. Buni ishlatganingizda o'sha tuvaydagi zararli mikroorganizmlarni foydali mikroorganizmlar o'rnini egallaydi, neytrallashtiriladi. Biologiyada yo'q qilish deyilgan narsa bo'lmaydi. Zararli mikroorganizmlar neytrallashadi, o'zidan o'zi sog'lom bo'ladi. Xo'p, manba mikroudobrini iloji bo'lsa urug' tashalgandek ustma-ust berish kerak. Urug' birinchi start bo'lib ildiz olganda mana 80 xil mikroudobrini muhim hisoblanadi. Bu yerda 2 quvvat bor, 1 bor, 2 bor. Bu ni kamroq beriladi, chunki bu nitrati bor azgina ovlatib yuborish xususiyati bor. Kuchaydi, kuch beradi. 2ni ko'proq beriladi, 1dan kamroq beriladi. Buni ham berish kerak. Chunki ko'chatli paytdan virusga qarshi kurashish kerak. Ko'chatga tushganda shira hasharot tushadi, berasizlar. Buni bersangiz hasharot ham yo'q qiladi. O'zingizlar bilasizlar, hasharotga zahar berilganda o'simlik zaharli turiga qarab turib 3 kun, 1 haftagacha to'rimiz bo'lib to'xtaydi. Asorati bilan sekin o'sadi. Bu naborot tezlashtiradi. To'rimiz qilmasdan olib chiqadi. Hammasini boshidan oxirigacha berish tavsiya qilaman, faqat qo'llanish jadvalini xudo xolasa maslahatlashsangiz bo'ladi.